olganman. Ota ona yo'lingni yoritguvchi sham. Qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am. Qarang, obunachilar, mazmun odam yig'latib oladi, to'g'risini aytganda. Isbotlay olmayman, xohishim ham yo'q. Qanday o'ylasangiz shunday insonman. Bilmadim qaysi payt zararim tekkan. Yomonsan desangiz, mayli yomonman. Ortimdan gapirmang, yuzimga ayting. Ming tosh otilsa ham shukr omonman. Tegmay qoldim ekan sizga yo foydam. Yomonman desangiz, mayli yomonman. Mening qandayligim sizlarga gumon. Alloh o'zi bilar qanday insonman. O'zimga haqman, ko'nglim xotirjam. Siz yomon desangiz, mayli yomonman. Obunachilar, bitta narsaga qo'l qoldimda men. Hozir mana hammomning kafil. To'g'rimi Ma'murjon? Buni tochaga qo'ysa ham bo'ladi dedingiz, to'g'rimi? Hop. Buni Patagonning o'rnigami bu endi? Qalilligi yaxshi, buni qalilni bu hammomga olganmi obunachilar? Mana hozir shuni anaqa qo'ymoqchimiz endi. Mana tochaga qo'yamiz-da endi. Bu yetadimi bu? Bu yerda necha metr ekan, u necha metr ekan? Ashi kafil yetadi. Xullas ash kafil yetadi ashaga. Hop, hurmatli obunachilar, o'zi asli mavzuimiz boshqa. Qatak yasash sirlari. Qatak yasash kerak edi o'zi aslida. Uni o'ng tomonda qatak turibdi. Aslida ko'rsatib bo'lmaydi sababi o'zingizlar bilasizlar nima bo'ladi. Hop. Hurmatli obunachilar, mana shu o'yinimizni buni mana akva bilan Xudo xolasa Alloh nasib qilib o'rnatdik. Va qolaversa patologiya ham boshlanishmoqda, Xudo xolasa. Endi ichkarini nima ketdi ichkariga Ma'murjon? İçkariga uni Rodbul 2 kilo shpokilotga. Aha. Grilltopga, tiyaga yopishdi. Tiyagamiz joy bo'ldi. Pok-mok bo'lgani yo'q. Tiyaga, bort tiyaga. Hammasi bort tiyagadan bo'ldi. Agar mabodo bedaki misol EB'ni qilib beradigan bo'lsa, mana Farg'ona, Andijonga borib ham qilib berasizlarmi? Ha, elda qancha arzon qilib berasizlar? Mana misol bizdan Mahmudjonning kanalidan ko'rdim deydiganlar uchun. Hop bo'lsa, el qatori 100% bo'lgan bo'lsa, hop siz 70% berasiz. 70% ga 30% tushirib berar ekansiz-da, aytmoqchisiz, ha? Hop, hurmatli kuzatuvchilar, hozir men buni ko'rsatishimdan maqsad kimgadir foydali bo'lishi mumkin-da, obunachilar. Mana shaxsan mana hozir o'zim Alloh nasib qilib, Alloh berib rizqimizni ziyoda qilib, mana 4 qop, 5 qopdan non yopaman, obunachilar. Mana shu o'yi bu option bu albatta, o'zim option. Sizlarning videoni chotka qilib qo'yib berishligim uchun mana shu xonada kompyuterimni montaj qilib sizlarga videolarni qo'yib boraman. Endi aboyga tayyor, aboy qilamiz, ha? Undan tanlab olganmiz, xudo xolasa. Hop, obunachilar, hozir qatar mavzusiga alohida o'tamiz. Ichida xuloslar bor edi, uni olib tashlash kerak. Ungacha men sizlarga shaxsan o'zimizda bo'ladigan narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Hop, Namanganning ichiga, hozir vohalarga, vodiylarga 30% chegirma qildingiz. Namangan ichiga qancha chegirma qilib berasiz? Norizo qilmaysiz, xudo xolasa. Elda mana 80 ming deyotgan bo'lsa, nech pulga tushirib bera olasiz? 80 ming bo'lsa 10 ming so'm tushirib beradi. 10 ming so'm tushirib, ha? Misol o'shani ziyon qiladi, misol usta bilan gaplashsa, yo'q 90 ming, 100 mingdan desa, 80 mingdan beray kvadratiga desa, yo biz unda ziyon qilamiz deb indamay turgan joyga 70 mingdan qilib berar ekansiz-da. Hop, hurmatli obunachi, bergan o'ziga 2 kilo rodbun, 2 kilo shpakulobga ketdi. Mana haligi tiyagani udari, mana haqiqiysi pokmas. Karnes qolaversa, yana akvalarni olganman obunachilar, akvalarni. Akvalarni ham do'konimiz qilib berdi. Uni ham bir alohida ishini aytib o'tishim kerak, sababi joni sog' bo'lsin. Ko'p haligi yaxshilik qildi. Alloh rozi bo'lsin shu insondan, bizdan qatmasa obunachilar, Allohdan qatsin. Xullasi mana endi ko'rimsizdi, jitka aboydi, mana opsin. Kimdir ko'rgan oldingi obunachilarim, hozirgilarni bilmadim, lekin mana shu holatda mana obunachilar opisim ham o'ta go'zal bo'ldi. Eng asosiysi obunachilar, men bitta narsani bilaman-da. Eng asosiysi, qadrdonlarim, necha yildan bir ota-onamga chiroyli uy qilib beraman deb niyat qilib yurardim. Alloh taolo ko'p kishini yetkazsin, shu qatori meni ham yetkazdi. Ona ota-onamning yoshlari, onamning yoshlari 95, otamning yoshlari 96 ga kirdilar. Alloh rozi bo'lsin, baxtimga sog' bo'lsinlar, iloyim.
Mana qaranglar. Ota-onamga qilib bergan o'yin. Prosta fasad qoldi xolos. Fasad. Qolgan joyi shunaqa go'zal bo'ldi. Ishonsanglar, noyob bo'chaliga ko'p novoy hamkasblarimiz aka pul yig'ib bo'lmayapti, pulni yig'ib bitta uy qurish tugur tirikchilikdan ortmayapti deydiganlar juda ko'p. Albatta, haqiqatan novochilikda juda qiyin. Misol Namanganlik bo'lsangiz, Namanganda ishlab turib pulni yig'ib bir joyga qo'yish albatta qiyin. Lekin novochilikning ishi og'ir, lekin puli ham yaxshi. Uni yig'ish asli qiyin, to'g'risini aytishga. O'shaning uchun bizning novoylar joni sog' bo'lsin, hamkasblar ko'p joyga borib ishlashadi. Musofirda yurishadi. Mana misol boshqa kasb ustalari ham boshqa, misol Rossiya, Amerikada ham bor. Bizni o'zbeklarni oyog'i yetmagan joyi o'zi yo'q obunachilar, to'g'rimi? Mana hozir men sizlarga bitta narsa bilan maqtanaman, chunki maqtanishga arzigulik ish qilindi inshaalloh. Alloh nasib qildi olam bor. Bizni topayotgan pulimizga Alloh baraka bermasa obunachilar, qolgani bir tegin. Shu ukam mana hozir mana shu akvani o'rnatib ketgandan keyin mana shu yerdan akva mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, mana 5, 6, 7, 8, hop, to'rtta eshik, 6 ta deraza bo'ladi, to'rtta eshik, 4 ta deraza bo'lyapti. Shuni akvachi ukamiz $1100 o'rnatib berdi. Hammasini. Oynani ham mana da juda ham katta qilganman. Nimaga deb o'ylashinglar mumkin-da. Bu oynani katta qilishimdan maqsad onamning ko'zlari sahralashib qolgan. Shundoq bo'lsa-da, onadan birinchi bu tomondan quyosh chiqadi. Albatta bu tomonga botadi obunachilar. O'shanda quyosh chiqqan paytda bu tomonni ko'rib o'tirarlar onam bilan otam degan maqsadda shu joyga qilganman obunachilar. Xo'p, endi ichki qismiga bir ko'rsatib o'taman. Tashqari ham o'ta go'zal bo'lgan. Mana hozir ichkarisi aboyi ham so'nggi modeldan qilganmiz. Bu tomoni bu ham konkretni tiyaga talabga javob beradigan hamma yo'g'i mana qaranglar. Yangi qilib berganman onamga. Ota-onamga Alloh baxtimga sog' qilsin. Ota-ona rozi, Alloh rozi. Deyishadi obunachilar. Buni mendan yaxshi bilasizlar. Yana bir narsani aytishadi. Men shu narsaga juda qattiq qalbimda saqlab qo'yganman. Ota-ona yo'lingni yorituvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am. Qarang, obunachilar, mazmun odam yig'latib oladi, to'g'risini aytganda. Aytamanki, mana otam ofislari mana. Bag' onam bilan hammamiz o'tirib choy ichib, onam bilan gaplashib, ota-onamni haliga nima desa bo'ladi, oldilarda o'tirib, yaxshi narsalardan yedirib o'tiradigan meni xonam bu, onamning joylari bu. Alloh bergan onam mana o'tiribdilar. Onajonim, baxtimga sog' bo'lsinlar ilohim. Shunaqa obunachilar, sizlarga ham albatta shunaqa holatlar nasib qilsin. Xo'p, endi ustalarning ishiga o'tamiz obunachilar. Xo'p, bu yerdan boshlab shaqqacha, ana shaqqa men mo'shnab turgan joygacha oldi oq travintim bo'ladigan bo'lib turibdi. Patolonni ham qanaqa qiladigan bo'ldi, Ma'murjon? Dekor plus, ha? Dekor plusga endi bunadan boshlanishgacha necha kvadrat chiqdi, jigar? 64 kvadrat garajgacha, ha? Endi nech puldan qilib beradigan bo'ldinglar buni? 50 mingdan. Buni hurmatli obunachilar, bu nimaga arzon qilyapti deb o'ylashinglar mumkin. Meni eng katta 60 dan o'tgan akamning o'g'illari, Radno akamning o'g'li, katta jiyanimdan biri. Uni bola endi gapirsam til ojiz. Bu kishi qo'llaridan kelmagan ish o'zi yo'q. Hamma iplos, hamma yaxshi ishlar. Yaxshi ishlar ham mana shu qo'llardan o'tadi. Bu kishi ham Navoiy. Bu kishi ham Navoiy. Plus men ham Navoiy obunachilar. Uni ichida xo'roz ham boqib qo'yaraman mana. Bular endi meni oldin bu Bahriddin jiyan, bu 3-akamning o'g'li, Bahriddin katta o'g'li. Bu eng katta akamniki. Undan bitta katta akam, mana eng katta akamdan keyingisi Bahodir aka, yaxshimisiz? Sumsiz aka? Charchashlar yo'qmi? Ha, okajonimdan aylanay. Baxtimga sog' bo'lsin. Okalar bo'lsa qadriga yetinglar albatta. 5 ta okamdan 2 ta okam qoldi. Alloh rahmat qilsin, qolganlarni yaqinda o'tib bo'lishdi. Xo'p, xullas endi obunachilar, shu narsalarga mana Alloh yetkazdi. Shuncha bir sizlar ham havas qilib, sizlarga ham shunaqa narsalarni qilib berishlik nasib qilsin degan maqsadda
videoga olaman. Asosiy maqsad esdan chiqib qolay deb obunachilar. Sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman, yuringlar. Hop, obunachilar, mana bu yerda xorozlarimga katak qilganman. Maxsus katak. Mana qaranglar. Mana 5 ta qarang, 5 ta u tomondan o'tib olay-a. Bu kataklarni qaranglar. Buni oldin ko'rsatgandim, bunaqa darajada bir sizlarga tushuntirib bera olmagandim. Obunachilar, falon pulga katak qilib qiynalib o'tirmanglar. To'g'risini ayting. Mana shu narsani o'zini nech pulga bitta donasi deb aytyapsizlar-da hozir. Nech pulga bitta deysizlar. Panjarani Ma'murjon nech puldan oldi? Faxriddin. Panjarani nech pul oldi? 15 ming, ha? 4 metr 60 ming bo'ldi. Hop, mana 20 mingdan bo'ldi truba. Truba 20 mingdan. Bu 60 ming so'm, 20 mingdan qarab 100 ming so'mga tayyor bo'lgan narsa. Mana obunachilar, bitta shu 100 ming so'mga tayyor bo'ldi. Lekin yoz kunlarida maza qilarga, xohlagan joyingizga surib qo'yar ekansiz. Mana bu yerdan 5 ta, o'zi 5 ta xurojimdan bittasi xurojim, albatta Losbeydan olgan xurojim, inni cho'ja bo'lib qichqiraman deb turgan xurojim bilan urushib ketib o'ldirib qo'yibdi. Endi bu bo'lar ekan bu narsa. Qarang, mana 5 ta dona qo'yib qo'yganman. Bitta uzoqdan ko'rsataman bunga aftar bo'lmasa. Ana bu dilim. Shu narsalarni qo'yib qo'yaman. Endi mana choptirganmiz obunachilar. Bu choptirishimizdan maqsad shunchaki bu yerga endi maysa qilamiz. Yarmiga o'rtasiga gullani ekamiz. Mana bu narsa turgan joyiga navas qilmoqchiman obunachilar. Hurmatli obunachilar, mana bu joyiga mana shu joydan mundoq qilib mana shu yerga navas qilmoqchimiz, mana shu yergacha. Hop, 2 metr bag'ga olib turib, navas qilib, katag'ini mana shu yerga o'rnatib, uzanasiga qilib. Bitta o'limay quyib yuboradigan qilib joy qilmoqchiman. Obunachilar, sizlar nima deysizlar shunga? Xudo xolasa bitta maslahat beringlar. Sizlar meni bittaylar akam, bittaylar ukam, bittaylar do'stim bo'lib qoldinglar, to'g'risi. Hozir meni kanalimni pul ishlaydigan tizimini uzib qo'ygan va qolaversa 2 marta narusheniya tushgan. Sizlarni shu menga poddeskalar kerak bo'ladi, obunachilar. Shuncha payt sizlarga mana kanalimni yo'qolib ketishidan cho'chimasdan videolarni qo'yib yurdim-da. Demoqchimanki, obunachilar, poddeska qilib yuboringlar. 1000 ta, 1,5 ming odam ko'rishyapti xolos. Like bosib, maksimalni parvoz ishbozlarga jo'natib, shu bolani kuzatib, poddeska qilib devoringlar qadrdonlarim, chunki hozir shu kanalimni sotsam $2000 oshiq qoladi. Shu kanalimni 50 ga 50 qilib shu obunachilarim masa qilsin degan maqsadda bormagan joyim qolmadi. Ko'rsatmagan xurojim qolmadi obunachilar. Shuning uchun haligi rahmat deganni o'rniga o'sha poddeskaga bardom bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Boringlarga shukr. Ota-onalarning roziligini olinglar. O'tib ketgan bo'lsa, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Sizlarning joninglar sog' bo'lsin. Bolalaringlarning baxtiga hamisha sog' bo'linglar. Kim qayerdan ko'ryapsizlar? Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqa viloyatlardan ko'rayotgan kim bo'lishidan qat'iy nazar barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar shu narsani bilib qo'yinglar. Hammanglar, albatta sizlarga aytaman, sizga. Hammanglar zo'r insonsizlar. Joninglar sog' bo'lsin. Boringlarga shukr. Alloh rozi bo'lsin.